Toshkent tumani Hasanboy mahalla navbatda xonadonimizga keldik. Bu uyimizda 2 sotuv, 6 ta xona, 3 ta sanuzul, narxini oldin aytib qolgan 155 ming deyilyapti, yana ham kelishtirib beriladi. Bu yerda bizda podvolli shu xonani tegi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yerda mana shunaqa eshiklar turibdi, tayyor, shu eshiklarni qo'yib beriladi. Bu yerda bizda hojatxona. Bu yerda sanuzulli hamma narsasini qo'yib berishadi, eshiklarni qo'yib berishadi va bu zinalarni hammasini qilib to'g'rilab berishadi. Bu bizning oshxona.